yilga ishlatilgan qurol asoqalar, kamon, nayza, qilich, miltirlar. Bu temirdan to'qilgan sovut. Zangda o'tibdi. Kiyishgan qilich kesmaydi. Kesmaydi. Ha, kamon u. Mana o'qlari. Ana badanga to'qqan o'q teshmaydi. O'q teshmaydi. Bu o'zimizning o'zbekdan bo'ladi formada turgan. Yo'q, o'sha yilniki bular. O'sha yildagi o'zbekmi yo urus emas shekilli Yo'q, hali xuddi uchi Xudo ilon kallasida taqlangan ilonda, o'g'dida ochilgan ilon. Ha, kamon, ha. Kamon, ko'rdingmi? Mana o'sha paytlarni Pichoqlari. qurollari. Sho'rbat, qilich. Qilich bular. Pichoq emas. Miltiqni qarash. Bo'yi bilan degan ekan Bu rus soldat. Ha, Amir Olimxon davridagi soldat. mana ruskiy bular. Ha, shuni aytaman. Mana bu o'zimizniki mana. Ana bu zimonni ollab ko'rish kerak baq ko'rsatay. Mana chiqqanida turibdi. Ha, o'sha paytlar. Xumbiga yo'qday. Chiqqan joyimiz. Xum, keyin zinat